Amir Temur masalasi jiddiy davlatning mafkuraviy bir masalasi sifatida qabul qilindi va ijroga qo'yildi. Biz sovet mafkurasidan jarohatlangan millatmiz. Bu dardni tan olishimiz kerak. Lekin mana shunday imkoniyat bo'lgan bir holatda Amir Temur dunyo uchun yangi namuna sifatida aytildi. Men kuchliman, meni adolatli ekanligimni ko'rsatmaydi. Agar adolatli bo'lsam, kuchli bo'lishimni ko'rsatadi. Amir Temurni buyuk qilgan va umuman bizdagi buyuk shaxslarimizni hammasini buyuk qilgan narsa bu e'tiqod edi. Bu ishonch edi, bu qo'rquv edi. Lekin inson qo'rqish kerak. Kimdan qo'rqish kerak? Yaratgandan qo'rqish kerak. Adolatlilik masalasi qancha takrorlasak oz, Temur bekorga adolatlilik masalasini ilgari surmagan. Bu uni tarbiyasida bo'lgan, bu uni tabiatida bo'lgan va bu faqat uni tabiatida bo'lmagan. Bu o'sha paytidagi bizni ham xalqimiz, bizni ham milliy genimiz hisoblangan xalqning kayfiyatida bo'lgan, tarbiyasida bo'lgan. Kim birlasha olsa o'zini himoya qiladi. Kim bir bo'la olsa o'zini himoya qiladi. Kim anglay olsa birlikning qudratini o'zini himoya qiladi.